أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بين كده رسمنا تيمسي أنا بالله ثم بالقاضي من الله دي يردم سريما عندن قاضاقنم دي يردم سريما أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة شريك ابن عبد الله كان كده أسلمه براقتم çıktı bunun vakalki halifeden doğu vakalki belki bu Kufa'daki kadı yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin zamanlarında yani onun killam kazi olan kişi katta alimlerinin birisi ve huve fi meclisil hükm kazihanada hüküm sorunda ottağın çıgıda bir ayal huzura geldi. Fakalet ene billahi thumme bil qadi. Demek bir yerde şikayet kılıp gelir. Allah'tan yardım sorayım. Andın kazi akılının yardımına muhtaç, yardım kıyıslığa demek. Kale men zalemeki. Kazi size kim zulüm kıldı? De sordu. Kalet el emir Musa ibn İsa amme emiril mu'minin. Emiril mu'minin halifinin ki tağısı Musa ibn İsa zulüm kıldı. Şu çağdaki emiril mu'minin halife Mehdi buluşu mümkün. Kâne li bustanun ala şâtil Fırat. Fırat deryası boyunda benim bir beğim battı. Fîh nehlun verihtuhu an ebi. Bu bağda atamdın miras ağan hurmula battı. Ve qasemtu ihvati. Kırındaşlarımı tam taksim kılıp, şer'i mirasını taksim kılıp bölüşüp ağan. Ve beneytu beyni ve beynehum haita. Men üzerinden dairemden kırındaşlarımın beği dairesi oturda bir tam saldım deydi. Hayat degen tam buludu. Bazıda hayat tepkiyse şu tanısının bağını mı gösterdim? Çünkü bağ olan kim daha etrafını koruşup hata, muhit demiz o. Etrafını koruşup tam şöyle saldım şu ağaçka hayat tep koydu. Tam sahip Hadi müşahede tam demekçi. Demek ben üzerinden nesivisi boğan beğim bilen kırındaşlarımı tekken bağını oturup tam selvettim. وَجَعْتُ ف۪يهِ رَجُلًا فَارِسِيًّا Aşı bağqa bir Farisi kişinin birisine karışık koyup koydum. يَحْفَظُ النَّقْلَ وَيَقُومُ بِهِ Komlarını kovdap, saklap ve onu perviş kılıp, bağvançılık kılış için Pruslardan birine koyup koydum deydi. فَاشْتَرَ الْاَمِيرُ مُوسَى بْنِ عِيسَى مِنْ جَمِيعِ اِخْوَتِهِ Şoğlan bu emir Musa ibn İsa, yani Şahzade, hem kırındaşlarımdan aşularının zeminlerini setip aldı deydi. وَسَاوَمَنِي وَرَغَّبَنِي Ben bilen bahat alışıp soğudulaştı ve bana setiş kızıktı dedi. Savama diyen bahat alışıp soğuduluş. Meşgul bilemse yap. Meşgul koşayım mı? Kem bular. Müşü yapılan musavama deyimiz. فَلَمْ اَبِعْهُ Şunda olsun ama ben onunla satmadım. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ بَعْثَ بِخَمْسِمِئَةِ غُلَامٍ وَفَاعِلٍ Yani bu keçikage vaxtıda, yani akşamdayla 500 malini ya ki 500 balını evatip فَاتَّلَعُ الْحَائِطَ Tamını jıkıvetleri. Yani kumurvetti demek sesle. Demek bu şu tamını bütünley jıkıvetti. فَأَصْبَحْتُ لَا أَعْرِفُ مِنْ نَخْلِ شَيْئًا Sonra ben etigende oğlum kopsam, sanat kuzunumda kovullarımın eşkasını ukanmaydı. Başka Yüzükallarım bilen, kovumlarım bilen aralışıp ketke alette, onun oturda çıkan daha fasıl tam yok, bunu da tanıt kuzdum deydi. Vaktalata binakli ihvati, kırındaşlarımın kovumlarımız aralışıp kette, oturda tam yok olip kette. Fekale ya gulam, ahdır tine. Şuna kazi bu dertten olğan iken, hizmetçisiye buyuruptu. Ey bala demek için, gulam da hizmetçine, ya şu çağdaki kol numara buldu, şunu gulam da yapacak. Ahdır tine, tine de eslay. Lekin öz vaqtidagi unda churuq. Masalan, möhür basmoqchi bo'lsa, bir narsani pechatlamoqchi bo'lsa, lay ya xemidek nima qilib, uni ustiga möhür basatilgan, pechat bo'lib ketadi. Shu pechatlaydigan xemidagi laydek narsa. Fa ahdara fa khatamaha. Shundan ashurani akagandan keyin uni ustiga möhürni bosdi deydi. Va qala imdi ila babihi hatta yahdura ma'ak. Demak, bir maktub yozib bergan bo'lishi mumkin. Sen onun darvazasına berip, aşını elip gelgen, sen bilen bildi keson, dep çağırtıptı. İmdi degen mağlayın, bağın demek için. Yürü, yani. Bunun darvazasına bağın, sen bilen bildi keson depti.
فأخذها الحاجب. Şoňlan buni katip deyildi. Biz Yusuf hacib deymiz-ga bizni. Asli şu padişahning yoki şu ilminninki darvozasiga kirgan chiqqan odamlar etkisilib, kirgizib chiqarib qildigan kishini hacib deymiz. Asli to'saq degan bo'ldi. Baynahuma hijab. Yağlıbdan hijab deymiz-ga, yo'q. Hacib degan padişahning qishga kirdigan odamni to'sib oldigan. Nima ishingiz bor? Nima kelgandingiz? Saqlab turing. Hozir chigizmay degan odamni hacib deymiz. Hozir uni sekretar deymiz, katib deymiz. Şoňlan bu katip o xatni ilib Musa'nın qishig'a kirdi. Faqala qad a'dal qadi alayka. O Musa debdi, qazoqnim o'zlariga qarshi birisiga hozir yordam qildi. A'da degan, a'da, ista'da degan. Udvandan chekmildi. Yoki unda adva degan juqumnosh o'tash degan ma'no bo'ldi. Mesela qazoqnimga ayol kelib shikoyat etdimi? Dat qazoqnim degankim bu ayol ista'dat. Qazoqnim hozir o'zining haqqini olib berish uchun talab qilgan bo'ldi qazoqnim. Endi bu qazoqnim hozir ayolning haqqini olib berish uchun ayol uchun hamkorlashgan bo'ldi. Demak, sizga qarshi qazoqnim hozir birisiga yordam qilgan bo'ldi demakchi. Qazoqnim sizga qarshi birisiga hamkorlashib farmon tushirdi demakchi. وهذا ختم من مهره فقال ادع لي صاحب الشرطه فدعا به. Şoňlan emir şahzada ma saqçı başlygyny çakyrgan depdi. Şoňlan onu çakyryp biripdi. Faqala imdi ila şerik. Sen şerikni qaşywa, yani qazoqnyň qaşywa demekçi. Şerik dep qapdy. Emir bolgan eken, qadimni qaşywa bolgan bu derjümay şerikni qaşywa depdi. Ve qul ya subhanallah ma ra'aytu a'jaba min amrik. Ve qaziga munda degan. Oxşon eken. Veylik dep. In ara al-amira ay ya'fini min zalika. Faqal imdi waylak. Fakharaja. Mana oxşon eken. Qanday okumayız? Şunu da okumda. Va mana şunda, In ra al-amiru an ya'fin. Sizningida chiqib qopdi. Kim? Ma anlab turamiz. وقل يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك. Aş qaziga berib degan deydi. Tövbe qildim subhanallah. Sizning ishlardan bakrak hayron qilarlar ishni ko'rib baqmadim. Imra'atun idda'at da'wa lam tasih a'daytaha alayya. Bir xotin chiqib yolg'on bir da'voni qilib chiqsa, men qarshi ashang tarafim tutamlar demakchi. Xuddi ma amir hozir gap ivatdi. Şerikki berip manda degan. Subhanallah, qanday ish bu? Mushundami qilamlar? Bir xotin kishi yolg'on gapni chiqsa, udul jugotni chaqirtib manda avar qilamlar demoqchi. Qala sahibi shurta, shunda bu mush gapni berib degan desa, va saqchi boshliqi debdi. In ra'al amiru an yu'fiyani min zalik. Amdislinki keldi. Mush gapni apirib deyishdan bir meni afu qilib o'tgan bo'lsa, qanday debdi. In ra'al amir degan emir mush ishdan meni bir afu qilib o'tgan bo'lsa demoqchi. Faqala indi waylak. Berivergin dedi. Berivergin. Waylak degani bizimiz o. Vay sana. Fakharaja. Ashuni deyishdim qo'rqamda bir da'va demoqchi. Fakharaja va qala li zilmanihi. Shuni bu saqchi boshliqda bosh gapni opirib deyish uchun chiqibdi. Emirning qaysidan chiqib, lekin o'zidan chaparmanlarga debdi. İzhabu vahmilu li ila habsil qadi bisatan va firasha. Siz berib, shu qazoqninki turmusqa adam solib qo'ygan yerga ba'zi ko'pa yo adiyal biznasini opirib tayyorlab qo'yganlar. Bisat degan bisat. Saldigan narsa. Va firasha degan bu ko'pa va kizalar. Va ma tadul hajatu ilay va lozimlik narsani opirib qo'yganlar. Demek ki qazi mana cho'qim turmuga tashlaydi, o'sha gapni apasam, shuna turmuni bir yasab tayyorlab deb qo'yganlar. Thumma mada ila sharik. Shundan o'sha gapni o'rlashtirib qo'yib, sharikdan tashqa beribdi. Falamma waqafa bayna yaday ad-risala. Uni huzurda turgan chaqda omonat so'zni ado qildi deydi. Shuni dedi. Faqali gulamul majlis, shundan qazi shu so'rindagi shu xizmatchisiga debdi, "Xud biyadihi fada'hu fil habsi." Mani qo'ldan tutib, turmush so'rab qo'ygan. Faqal sahibi shurta, "Wallahi qad alimtu annaka tahbisuni."
bu saçı başlıkta Allah bilan qasam senin meni so'lab qo'yganligini men burunli bilgan. Faqaddamtu ma ahtaju ilayhi fil habs. Shuna men shu turmuga so'linib qolgan vaqtimda menga lozim bo'lgan narsani oldin ayaga mang'izib etgandim. Qaddama degan oldin mang'izib. Radvago va qaddimu li anfusikum. O'zinglar uchun oldin shunda yaxshi mang'izinglar. Ve bala Musa ibn İsa al-Khabar. Son Şahzade'ye bu haber yetip veripti. Fevecehel hac bileyh. Sonra özün katibine onu ivatipti. Ve kallahu Rasulun edda risale. Eyyü şeyin aleyhi. Bu biradan bir gapni yetkizib qo'yish uchun kelsa buni so'rab qo'ysa nima bo'ldi unga? Eyyü şeyin aleyhi uning nima gunohi demoqchi. Faqal sherik idabu bihi ila rafiqihi fil hajj. Şunlar katibini unimi asas başlan qısda açırıp billa solab qo'yanlar. Şunlar bunu solab tuttu. Fahbis. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك. Şunlar əsrni oqub bolğandan keyin, əsr namazını oqub bolğandan keyin bu emir aş qadi şerikninki ağinlari, do'st birodarlari bo'lgan aş Kufaning 100 obro'yli kishilardan bir guruh kishiga va İshaq ibn Sabbah al-Ash'ati degan kishiga adam ivatib, ularga munda debdi. Ablighuhu salam, ya'ni sherikka mendan salom danglar, va a'limuhu annahu istakhaffa bi. Uni bildirib qo'yinglar, u meni ko'zga ilmida. Ve enni lestu kel'amme. Men avam hakkı o'xshash emas. Men bir shahzoda. Mushun tushundirib qo'yinglar qazaqimga debdi. Famadav ilayhi ve huwa jalisun fi masjidi ba'da salatil asr. Şolan ular hammasi to'plashib qazaqimning huzuriga boribdi. O namoz degandan keyin masjidda so'rinda o'tiribdi ekan. Masjidda hukm qilgan qazixonasi shu masjid bo'lishi mumkin. Masjidda hukm qilsa bo'lamdi, bo'lmaydi degan talash tartishib. Ma alim masjid hukm qilsa bo'ldi deb qoldim bo'lsa, masjidda sud mahkamasidan qurgan bo'lsin. Fa ablaghuhu risala. Shunlar Kufaning chunglari shu omonat so'zni yetkazibdi ular. Falamman qada kalamuhum, ularning gap so'zi tugagandan keyin qala lahum ma li arakum ji'tumuni fi jam'in minan nas fakallamtumuni. Men unda sizlarning shay odamni to'plab mening qachon kelib men gap qilayotganimni ko'ratman ya? Nima bo'ldi sizga? Man ha huna min fityanil hayy. Kanama maldika yigitdan kim bor yerda debdi. Fajabahu jama'atun min al-fityan. Sonra onunğa bir guruh yigitlar lavay deb javob beribdi. Faqala ya'khudh kullu wahidin minkum bi yadi rajulin fayadhab bihi ila al-habs. Har biringlar mushulardan biraylarning qo'lini tutgancha turmaga apasın. Ular saqchayaga boshqa chaparmonlarni buyurmay, alika yosh bolalarni buyuribdi. Masalan, izzetini qilib apirish. Yoki saqchi binasi yo'q bo'lishi mumkin. Ma antum illa fitna ve jazaa'ukumul habs. Sizlar faqat shunda fitna basatdan boshqa narsa emas. Sizlarning jazoinglar turmuga solash. Qalu lahu ajabtun anta wa rastatamla ya saqchaqlo taqmada sirab. Qala hatta la ta'udu li risalati zalimin fahabisahum. İkinci unda bir zalimning gapini to'shib ekanmasliklari uchun so'rab qo'yay deb so'rab qo'yibdi. Farakiba Musa ibn İsa fil leylati ila babis sijn. Sonra Musa ibn İsa hamda shu shahzoda shu kechda turmining darvozasiga beribdi. Va fatahal bab, darvozani ochib, va akhrajahum kullahum. Ashlarni hammani qo'yibdi. Turmidan chiqarib qo'yibdi. Falamma kana min al-ghad, at bo'lgan vaqtida va jalasa sharikun lil qada'i, sharik sud uchun o'tirgan vaqtida ja'ahu sajjan fa akhbarahu. Gundpay kelib unga ahvolni ma'lum qildi. Fada'a bil qintari fa khatamahu. Shulan maktub yozgan qog'ozlar, maktub qaltisi bo'lishi mumkin, ha? Maktub sanduqi, maktub qaltisi, sumkasi degandek narsani pechatlabdi. Va vajjaha bihi ila manzili. Pechatlab bilan uni uyiga yo'llab tutdi. Va qala li gulamihi alhiq bi thiqali ila Baghdad. Mening jubtaqlarimni Bag'dodga yetkazgan. Vallahi ma talabna hadal amra minhum. Allohdan qasamki, biz bu ishni ulardan talab qilmagan, ya'ni mush qazo xonimlik vazifasini, mansibini biz ulardan talab qilmagan. Men qoz bo'lmaymiz deb turasizmi sherik? Abu Ja'far al-Mansur yoki uningki Mahdi mushula yo'q zodi qazulab paslar deb turib
qozi qilgan ekan. Bunda ilgari İmam Abu Hanifani Abu Ja'far al-Mansur qozilik qildi unimadi. Unamagan ekan 80 dar nechalar urib, ba'zi rivoyatda zahar ishqilib o'tirayotgan yoki urib o'tirayotgan deydi. Ya'ni Imam Abu Hanifa qozi bo'lmayman deb urilib, qiynalib o'ltirilgan. Uningdan keyin bosh sharik masalan. Bular zo'mzo chaplashib, yoq zori qozi bo'lib paslar deb turilib, qozi qilgan bo'ladi. Shuna madam hozir biz bu qozilik bu mansabni bundan talab qilmagan. Buni o'zi deb turilib bizni qozi qilgan. Walakin akrahuna alayman. Bizni zo'rlagan, majburan tangan bu vazifani. Walaqad dammanu lana fihi al-i'zaza idha taqalladnahu la taqalladnahu lahum. Taqalladna degan biz ash vazifani ashular uchun vazifani tutib olsak, qozi bo'lib olsak, taqallad degan adı taqalladal mansib deymiz. Mush mansabda o'tirib olsak, ashular uchun yani bizni izzatlaydiganlikka kapolat qilgan bular. Biz mush mansabda o'tirib olsak. Chunki va'da berganda bular. Endi hozir bizning izzatlimida bizning buyruqlarimiz hozir ishga qulab qoldi. Şu an buni ko'tarib qaytarib bermadim. Ve mada nahva qantaratul Kufati ila Baghdad. Ular Kufaning ko'rik tarafga qarab Bag'dodga yo'l oldi dedi. Qantara degan ko'rik. Ve balagha al-khabar ila Musa ibn Isa. Musa ibn Isa ga bu xabar yetdi. Farakiba fi mawkibihi. Mawkib degan adatan sayyara shahzoda vazir bular ve yalnız bir özde ya bir hizmetçiler bunda mamay. Etrafında onun baş adamlarından da mağdur. Adır maşinde masum 10-15 maşinler mağdur var. Şu mevkib deymiz. Demek şu özdünki adamlarla billah mindiğen nasi minip mang dedi. Felahikahu aqdın yetti. Qazın aqdı yetipti. Ve ceale yunaşidullah. Nolan? Ondan Allah'ın hakkı hürmetine şipikab durup yalvarıp soraptı. Yunaşid degan Allah'ın namından soraş. Neşettükallah dedi. Yani bak yalvarıp qattiq talab qilib turibsam shunda Allah'ın namından soray. Ve yaqul ya Aba Abdullah. Aba Abdullah degan ondan izzetlabdigina sherik demadir ha. Chunki yalvaryapti. Tasabbat. Udraq bir iniqlab baqsa. Tasabbat degan iniqlab baqish, tekshirib baqish. Unzur ikhwani atahbizum. Ay mening qarindoshlarimni, og'ayim do'st birodarlarimni so'rab qo'yamman. Da a'wani. Mening adamlarimni qo'yib paslar. Qala na'am, li'annahum qadiratu ha so'rab qo'yman. Li'annahum mashaw laka fi amrin lam yajuz lahum al-mash fi. Chunki ular unda orachilik qilsa bo'lmaydigan bir ishda sen uchun vasitachilik qildi. O'tiruvchisi bo'lmaydigan bir ishda sen uchun o'tiruvchisi bular. Walastu bibarihin aw yuraddu jami'a. Men bu yerdan herkes müdürlemayman. Yani aqlım yanmayman demek. Ya ki aqlım yansam yanma lekin hammasi shu turmuq qaytirilsa, turmuq solansa undan qaytman. Bariha degan o'rnidan medildi, o'rnidan qo'zg'aldi degan. Ma bariha bo'lsa o'tiraverdi, bulavadi degan. Afal nawasitam do. Ma zala ma bariha ma fatiha degan. Ve illa madaytu ila amiril mu'minin al-Mahdi. Hammasi turmuq solanmasa men Khalifa Mahdi'nin huzuruna baraman. Fasta'faytuhu mimma qalladani. Qishig'i berib, menga tutqizgan bu mansabdan istifa so'rayman. Fa amara Musa bi raddihim jami'an ila al-habs. So'lan Musa o'zi qo'yayotgan kishilarni hammani turmuq qaytirishga buyuribdi. Wa huwa waqifun. Wallahi makanahu hatta ja'a as-sajjan. Turmuq so'landi deb shu turmuğa qaytirilib bo'lguncha shu joyda midilmay turibdi bu qozi. Qaytmabdi. Oxiri turmuğun gulpay kelib, qad raja'u jami'an al-habs. Hammasi turmuğa qaytirilib bo'ldi, hammasi qaytib bo'ldi degan chaqda andan faqala li awanihi khudu bilijami dabbatihi bayna yadayhi ila majlisil hukm. Ma amirninki ulug'ining chulviridan tutib, hukm so'riniga ilib opranlar deb chaparmanlarga buyuribdi. Famarru bihi bayna yadayhi hatta udkhila al-masjid. So'ng uning oldidan elib berilib masjidga kirgizildi dedi. Emirni qozining chaparmanlari apag'incha masjidga kirgizibdi. Va jalasa fi majlisil qado. Sho'lan qozoqning sud mahkamasida hukm so'rinda o'tadi. Faja'atul mar'atul mutadallima. Men zulm qilindi deb shikoyat qilgan ayol, ajqiga ayol kelgan vaqtida qozi dedi: "Hada khasmuki."
qad hadara. Mana bu sizningki davolashuvchingiz. Sizlar davolashuvchi dedi. Qad hadara mana keldi. Faqala Musa va huwa ma'al mar'ati bayna yadayhi. Shuna Musa shahzoda ay qozining huzurida ayol bilan birga turib, ikki tarafimda davolashuvchilar. Qabla kulli amrin ana qad hadartu. Her qanday ishni boshlashdan burun men keldim. Ulayka yakhrujuna minal habs. Avla turmudan chiqishindi deb turibdi. Men kelgandan keyin undani qo'yib berdim. Faqal sharik ammal ana fanam. Endi ma'qul qo'yib beray. Akhrijuhum minal habs. Avla turmudan chiqartinglar debdi. Faqala ma taqulu fima tad'ihi hadhihi al-mar'a. Shun qozi mutandan so'rabdi. Ma ayol da'vo qilgan masalada nima deysa? Qala sadaqat. Ras aytdi debdi mutan. Qala taruddu ma akhadta minha. Undan tatib olgan narsani ayolga qo'yib turib berasan. Va tabni ha'itan sari'an kama kana. Nay tizdan chaqqallik bilan burunqidek tam sapirsan. Qala af'alu zalik. Ma'qul shundaq qiray. Qala laha abaqiya laki alayhi da'wa. Sizning uning ustidan boshqa bir da'voyingiz bormi? Biror da'vo qilib qoldimi? Qalat la, ya va barakallohu alayk. Alloh sizga barakat ato qilsin va jazaka khayran. Yaxshi mukofot bersin. Qala qumi faqamat min majlis. Unda o'rningizdan turing, keting debdi. Shundan uning o'rnidan turib ketibdi. Falamma faraga, yani bu sot işidan farq bo'lgandan keyin qazoqnim qama va akhada bi yadi Musa ibn Isa. O'rnidan turib Musa ibn Isaning qo'lidan tutdi va ajlasahu fi majlisi. O'zi o'tirgan o'rindiqda o'tirdi. Yani izzatlidir. Va qala assalomu alayka ayyuhal amir. Ey amir, shahzoda, sizga salom dedi. Yangi boshlading kurashganda ekan. Ta'muru bi shay'in bila amr farmonlari bormi? Ay shay'in amur va dahik. Men nimaga buyurdi kulib ketdi. Yani bayatida meni jiqmida ovoz qilib, meni ustimdan hukm qilib berdi, unda hozir buyruqlar bormi deb bunda deysan va deb kulib ketdi. Faqala lahu sharik ayyuhal amir. Shahzoda, ey amir, zaka al-fi'lu haqq ash-shar'. Ava shariatning haqiqatan biz ashunda adil hukm qilmasak bo'lmaydi. Şuna sizga qarshi bo'lib qolsin, sizning ustingizdan hukm qilgan bo'lsa qilaverdim. Shariatning haqqini shunda ijro qilmasak bo'lmaydi. Va hadal qawl al-an, endi hozir degan ma chiroylik hurmat so'zlarim haqqul adab. Bu adab axloqning haqqi ma. Hozir sizga hurmatlashyaptim, datim buni. Bayatan qilsa shariatning ijrosi etdi. Taqama al-amir va insarafa ila majlisihi. Shunda amir mu o'rnidan turib o'zining joyiga ketdi. Şu çağdaki qazo qilimlar shunda adolat bilan qo'rg'on va boshqa huquqdorlar olsun, mazlum tul ayollar olsun, aslında tam muomala qilgan. Madasning topshiriqi bor. Topshiriqni biz yuqorida o'tganki darslarda qanaqa qildik? Savolni yozinglar, savoldan keyin javobni yozinglar. Savol javob hamma daftarga yozinglar. Bu topshiriq oxirgi mush dars bilan chetishlar. Mush bir darsning topshiriqi ekan.